Assalomu alaykum. Men Shonazarov Xurshid Shonazarovich, Uskam nazorat inspeksiyasining Surxondaryo viloyat xuddi bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritaman. Kundalik faoliyatimiz davomida telekommunikatsiya tarmoqlari, pochta aloqasi xizmatlari hamda raqamli infratuzilma obyektlari va sohadagi qonunchilik talablariga rioya etilishini nazorat qilib borishdan iboratdir. Asosiy maqsadimiz aholi va tashkilotlarga sifatli hamda ishonchli xizmatlar ko'rsatishni ta'minlashga hissa qo'shishdan iboratdir. Davlat xizmatida ishlash tanlashingizga nima turtki bo'lgan? Men uchun davlat xizmati bu nafaqat kasb, balki xalq va vatan oldidagi mas'uliyatdir. Yurtimiz taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish, odamlar manfaati uchun xizmat qilish istagi meni davlat xizmatchisi bo'lishiga olib keldi. Davlat xizmatchisi bo'lishni 3 ta so'z bilan qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Mas'uliyat, sadoqat va halollik. Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat faoliyatining jamiyat uchun ahamiyati qanday? Bugun raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Shu bois telekommunikatsiyalar va axborot tizimlarining barqaror, xavfsiz va samarali ishlashi juda muhim. Nazorat faoliyati orqali sohadagi qonunchilik talablariga rioya etilishi, xizmatlar sifati va axborot xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilishdir. Davlat xizmatida faoliyat yuritishni istagan yoshlarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Mas'uliyatli, intizomli va tashabbuskor bo'ling. Davlat xizmati katta ishonch va sharafli vazifa bo'lib, u yuksak kasbiy bilim bilan birga xalq manfaatlariga sidqidildan xizmat qilishdan talab qiladi. 23-iyun Davlat xizmati kuni munosabati bilan hamkasblaringizga tilaklaringiz. Fursatdan foydalanib, barcha davlat xizmatchilarini kasb bayrami bilan samimiy tabriklayman. Hamkasblarimizga mustahkam sog'liq, oilaviy farovonlik, faoliyatidagi ulkan yutuqlar va yangi zafarlar tilayman. Yurtimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yo'lidagi mehnatiga doim muvaffaqiyatlar tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin.